Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun obzorimizda 2 xonali kvartira 84 metr kvadrat ikkinchi qavatda yangi qishlik domlardan 70 ming narxi, yana ozroq savdosi bor. Eng qizig'i ipotekaga ham olsangiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Men esa obzorda kirish qismidan boshlayman. Mana shu kvartiramizda kirish eshigi va mana shunday katta hol. 2 xonali skvartniy planirovka bo'lyapti. Chap tomonda bizlarda oshxona mebellari bor, xolodilnik uchun joy bor. Gaz plita, vытяжка va issiq suv uchun gazli kolonka ham bor. Keyingi xonamiz yotoqxona bo'lyapti. Va mana shunday yotoqxona qismi. Kamchiliklardan biri xonalarda lyustralar yo'q, lampochkalar o'shalarni qo'yib, gilamlarni to'shab bemalol yashasa bo'ladi. Va hammom qismi, yuvinish xonasi, to'liq kafilda, kir yuvish mashinasi uchun joy bor, rakuna bor, vanna bor. Keyingi xona bo'lyapti. Hojatxona, to'liq kafilda, bu ham issiq suv uchun ariston bor. Va katta mehmonxona. Bu aslida 3 xonalik bo'lgan, 2 xonalik qilingan. Mana shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerdan devori bor edi. Yana 3 xonalik kvartiraga aylantirsa bo'ladi. Do'stlar, bugungi kvartiramiz 84 kvadrat, 2 xona qilingan, ikkinchi etajda joylashgan. Shunday 24 soat qabaqaning yonidagi domlarda, Gagarin ko'chasi. Narxi 70 ming, yana ozroq savdosi bor, ipotekaga to'g'ri keladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Rahmat.